Assalomu alaykum hammaga. Shu brat 2 safardan beri sport ozuqa haqida ma'lumot so'ragandilar. Uzr, tayyorlashim sal kechikib ketdi. Sport ozuqa asosan protein, kreatin shu mahsulotlar hozir rosa rivojlangan. Sportsmenlarning eng ko'pi shunaqa ozuqalar bilan yaxshi rezultatlarga erishayotgan. Sport ozuqada masalan siz o'zingiz tana vazmingizga, holatingizga qarab iste'mol qilsangiz bo'ladi cho'ntagingizga qarab. Endi oddiy ovqatlanishda ham ozuqalardan tashqari oddiy masalan banan, tovuq go'shti, tuxum yeb ham yaxshi rezultat olsangiz bo'ladi. Har kuni masalan har 3 mahalda 2 tadan tuxum yeb 2 dona banan yesangiz trenirovkadan oldin juda yaxshi foyda beradi banan ham. Endi sport ozuqalardan ular qanaqa foyda beradi? Masalan sizni tanangiz mashg'ulot davrida 100% ga o'sadi, bilinadi, bundoq kengayadi tanangiz. Sport ozuqalarda shu foiz baribir o'shandoq qolib ketmaydi. U qaytadi. Kechqurun uxlagan paytingizda o'z holatiga qaytadi. Qanchadir miqdorda. Shuni siz oddiy kaloriya masalan 800 kaloriyali protein iste'mol qilsangiz, mana oddiy ovqatlangan ozuqangizda bu 300-400 kaloriya bo'ladi. U pitaniya, sport ozuqa sizni rivojlanishingizga, tanangiz o'sishiga yordam beradi. Endi ozuqada sal kamroq. Shunaqa. Endi bu zarar degan yo'q. Zarar buni iste'mol qilib turib ishlamagan odamga zarar. Ishlamasangiz ko'p joyga zarar. Agar ishlab tanangizni chiniqtirib, agar uni chiqarib yuborsangiz, terlab zararli tomonlarni chiqarib yuborsangiz, terlab yaxshilab ishlasangiz buni foydasi bo'ladi. Yana savollar bo'lsa bemalol.